Farzandingiz telefonda o'yin o'ynaydi. Lekin siz unga miyani ishlatadigan o'yin o'ynatganmisiz? Ba'zan IQ oshirish uchun murakkab dars emas, faqat bitta to'g'ri o'yin kifoya qiladi. UNESCO 2023-yildagi Early Cognitive Development hisobotida qayd etilishicha, dunyo bo'yicha 6-10 yosh oralig'idagi bolalarning 68% raqamli o'yinlarda vaqt o'tkazadi, ammo ularning atiga 15% aqliy faoliyatni rivojlantiruvchi o'yinlardan foydalanadi. Natijada erta yoshda diqqat, xotira va tahliliy fikrlash jarayonlari yetarli mashq olmaydi. Memory Munch o'yinini o'ynaydi, rasm va belgilarni eslab, mosini topadi. Dastlab bu o'yin oddiy tuyuladi, ammo 2 hafta o'tib u ranglar, joylashuv va tartibni aniq eslab qolishni o'rganadi. Bu miyaning xotira va mantiqiy bog'lanishi markazlarini faollashtiruvchi tabiiy mashqdir. UNESCO ekspertlari ta'kidlashicha, IQ darajasi faqat genetik omilga bog'liq emas, bolalikda miyaga beriladigan kognitiv stimul, ya'ni o'yin orqali fikrlash mashqi IQ ko'rsatkichi 5-10 ballgacha oshiriladi. Cambridge University tadqiqotlariga ko'ra, har kuni 10 daqiqa davomida mantiqiy yoki xotira asosidagi o'yin o'ynagan bolalarda miyaning prefrontal korteks va hippokampus faoliyati 35% yuqori bo'ladi. Stanford universiteti olimlari esa qo'shimcha qiladi, jarayon diqqati kuchaytiriladi, tafakkurni tezlashtiradi va IQ barqarorligi oshiriladi. Finlandiyada Brain Builders dasturi joriy etilgan, bolalar har kuni 5 daqiqa davomida naqsh, rang va ketma-ketlik asosida o'yin o'ynashadi. UNESCO monitoringi natijasiga ko'ra, ularning IQ ko'rsatkichlari 3 oyda o'rtacha 8 ballga oshgan. Savol tug'iladi: farzandingiz miyani charchatadigan o'yin o'ynayaptimi yoki miyani rivojlantiruvchimi? Bugun mana shu savollarimizga O'zbekiston mutaxassislari javob beradi. IQ o'zi nima degan savol hozir albatta sizlar tomonidan tug'ildi. IQ bolaning aqliy rivojlanish darajasi bo'lib, biz bolamizni aqliy rivojlantirish uchun uy sharoitida qanday o'yinlardan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Qo'limda e'tibor qaratayotgan bo'lsangiz, bir qancha rivojlantiruvchi o'yinlar to'plami. Ushbu rivojlantiruvchi o'yinlar to'plamidan bittasini sizlar bilan birgalikda o'rganib chiqamiz. E'tibor qaratamiz. Demak, bu yerda quyonchani sabzilari. Quyoncha daladan sabzilarni terib keldi. Demak, bu sabzilarni biz endi quyonchaga qanday taqsimlashni o'rgatamiz. Quyoncha oyisidan so'rayapti: "Oyjon, sabzilarni 3tasini o'rtog'imga bersam bo'ladimi?" deb so'rayapti. Demak, bitta o'rtog'iga, ya'ni taqsimlash uchun bir qancha savatchalar belgilangan. Quyoncha o'rtog'i uchun 3 ta sabzi taqdim etdi. Va yana oyisidan so'rayapti: "Oyjon, sabzilarimdan yana singlimga ham bersam bo'ladimi?" Misol uchun, bu misol tariqasida 5 ta sabzimni singlimga berdim. Yoki bo'lmasa, "Oyjon, sabzilarimdan 4tasini qo'shnimiznikiga olib chiqib bersam bo'ladimi?" Demak, quyoncha bu yerda sabzilarini qo'shnilariga berdi. Bu yerda rivojlantiruvchi o'yinni asosiy mazmun mohiyati nimadan iborat degan savol tug'ilishi mumkin. Quyoncha sabzilarni raqamlarda taqsimlashni o'rganyapti, son-sanoq. Shu bilan birga insonlarga bo'lgan munosabat, mehr-oqibatni, o'rtadagi munosabatlarni shakllantirishni va shu bilan birga kattalar yordamida mantiqiy fikrlashni o'rganishiga imkoniyat yaratilyapti. Bu o'yinni yana bir qancha o'yinlar misolida ko'rishimiz mumkin va albatta bu o'yinlarni farzandlaringiz bilan sinab ko'rishni sizlarga tavsiya etaman. Ushbu o'yinlar orqali biz farzandlarimizni nafaqat bilimlarini, balki mantiqiy tafakkurlarni va ijtimoiy munosabatga kirishish jarayonlarini ham shakllantirishga erishamiz.